katta hovli joy qarab yurgan bo'lsangiz, ijaraga 6,5 sotu 12 ta xona, biznesga bo'ladimi, yashashga bo'ladimi, chet ellik fuqarolar keladi, ham yashaydi, ham biznes qiladi, sklad qiladi. Shunga o'xshash yana joy qarab yurganlarga zo'r joy topib qo'yganman. Yunusobod Shahristanskiy Raygas ko'chasi Anorzordan kirib kelganda yoki suddan oldin kirib kelsangiz, bitta zo'r hovlimiz bor. O'tda sharoitlari, basseynlari, hamma narsalar hozir birgalikda ko'ramiz. Marhamat, uyimizni tomosha qiling. Keling, mana ko'ring, katta mana fasad, juda chiroyli, 2 qavat, podvali ham bor, tepada ham chirdaklari ham bor. Keling, uy ichini ko'ramiz. Kirganimizda mana katta prixo'ja kutib oladi. 2 ta mashina bemalol, mana qishga va yozga anaqa stankalari bor, o'zlarining maxsus chap qo'lda mana bitta xona va u xonadan katta zalga ham kirib ketsa bo'ladi. O'ng qo'limizda sirazi mana katta bitta xonamiz, kirishinglar bilan alohida mehmonlar uchun bitta joy qilib qo'yilgan. Mana katta zal, bemalol mehmonlar shu qilsa bo'ladi. Hovliga mana kirib oldik, alohida o'tiradigan joylari bor, shashlik qiladigan joylari bor ekan, mazza qilib mana archani oldida o'tirib ishlashga qulay joy qilib qo'ygan ekanlar. Xonalarimiz juda ham ko'p. Qisman xonalarni ko'rsataman, to'liq ma'lumotlarni yana kelganingizda batafsil o'zim bilan birgalikda ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizda 6,5 sotuq, 1,5 sotuq alohida joy tashlab ketishgan. Mana uyimiz, xonalari juda katta. Hozir ichlarini bitta-bitta ko'rsatamiz. Birinchi sizlarga podvaldan ko'rsataman. U yerda podval juda baland va alohida basseynlari ham bor. Keling. Kelganingizda podvalda juda katta bilyardli xona qilib qo'yishgan. Mana bu yoqqa olib keladigan bo'lsak, mana qizuv joyimiz, bolalargami, yosh katta odamlargami yopiq basseynimiz. Juda ham chiroyli, yaxshi, toza, filtrlari ham bor. Bu yerda alohida sanuzlarga ham joy tashlab ketganlar. Chiqib alohida yana saunalari ham bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hamma qulaylik sharoitlar qilib qo'yilgan. Ham yashashga, ham biznes qilaman desiz, sklad qilaman desiz, ofis qilaman desiz ham juda ko'p xonali, juda keng imkoniyatlarni tashlab sharoit qilib ketgan ekanlar. Yana podvalda kabinetlari ham bor ekan mana. Stol-stullar ham tashlab ketganlar, o'rab chiroyli qilib. Ko'pchilikda juda osmon olavering. Ana o'rtoqlar, bu yerda yozgi oshxonamiz. Yozgida yana bitta katta plusi tandir ham bor ekan. Agar qo'rdoq qilamasangiz, mana alohida qozonlarni ham qilib ketishgan ekan, ikkitalab. Sharoitlarni juda chiroyli, zo'r qilib qo'yishgan ekan. Endi uyimizni ichlarini ham ko'ramiz. Katta zalimiz. Bu yerda 2 ta zal ekan. Ayollarga, erkaklarga alohida qilsangiz bo'ladi. Kambillarni tashlab ketganlar. Mana bu yerda yana ikkinchi katta mehmonxonamiz. Chiroylar qatgan qiladi. Keling, chiroylari shu yerga qilar ekan, mana shinamgina chiroyli, tayyor qilib qo'ygan ekanlar. O'rtoqlar, bu joyimizda taxminan 1,5 ming kvadrat, kvadrati $10 deyilyapti, lekin katta chegaramalari bor arendamiz. Agarda qiziq bo'lsa, pastda telefon raqam qoldirganman, bemalol murojaat qilsanglar, o'zim sizga joy ko'rsatib beraman.